Biz 170-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. 170 deyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha. Faqat qiz optimislar. Nimamizga hisob kelamiz? Nimamizga hisob kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham gulg'oma issiq ekan-ey. Ha, o'zi savuni issiq bo'ladi-da. Indirjit. Indir. Indir. Suvsin. Mazzayu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Kachras qo'yi ag'la surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir sevib olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jiddiy g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdingmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Chachiratma, sekin yur, suv chachiratma, sekin yur. Bo'l, davay, biyo. Raisbo, men velosipedim o'g'irlab ketishdi, yordam bering. Og'zingni sepib chiqib ketadi, sekin tushunarli qilib gapir, nima bo'ldi? Velosipedimni kimdir o'g'irlab ketdi, o'shanga topib bering, yordam bering. Bo'ldi, topib beraman. Kim o'g'irlaganini aytaman. Faqat magazinga borasan, bitta gazak simishka olib kelsang aytaman. Bo'ldi, olib kelsang aytasiz. Bor, aytaman deyapman. Bo'ldi. Mana raisbo. Ya, gazak simishkasimi? Mazada bu, mazaq chaqasan qo'yag'i. Sen hozir ehson qilding, bildingmi? Qanday? Sen sotib olgan gazak simichkasining daromadidan 1%ni saratonga chalingan bolalarga ajratyapti. Mayli, gazakni mana olib keldim. Kim o'g'irlaganini ayting. Bo'ldi, aytaman. Sen menga gazak olib kelding, men senga aytaman. Seni velosipedingni insofsiz, iplos birovni haqqidan qo'rqmaydigan bola o'g'irlagan. Raisbo, yoshligingizda sirkda ishlagan ekansiz. Birorta fokus ko'rsata olasizmi? Albatta bitta fokus ko'rsatib bera olaman. 3 kecha sanasa sizni yo'q qilib qo'ya olaman. Yo'q-ey? Ha. 1 2 3. Qanisiz? Hazillashmayli. Qanisiz? Hey. Keyingi fokusimiz barmoqni yo'q qilib qo'yish fokusi. Mana barmog'im. Hop. Uxdi. Sizda yo'q. Gap yo'q. Keyingi fokusimiz mana Pikachu, ya'ni Pokemon multfilmini ko'rgansiz, to'g'rimi? 1 2 3. Hop. Uxdi. Mana. Toshbaqa qilib bera olasizmi? Toshbaqa suzayotganini ham qilib bera olaman. Mana toshbaqa. Gap yo'q Raisbo, zo'r fokusni ekansiz. Endi ko'nglimga yoqadigan narsani paydo qilib qo'ya olasizmi? Qilib qo'ya olaman. 3 kecha sanaga qilib qo'yaman. 1 2 3. 1 2 3. Hoba! Gazak simichkasi, mazaq chaqasi. Oila davrasida, do'stlar davrasida mazaq chaqasi. 1 2 3 kecha sanaga yo'q qilib qo'ya olaman. 1 2 3. Hoba! Sog' bo'ling. Qaytaring Raisbo. Nomon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, chetini ochaman hozir, qarab turing. Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tovog'im. Uchinchi o'rinda nos totib trivagon qilyapti. Voy o'g'ling deyman. Qanisi shunaqa ishlar qilsam, beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim, yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'ling deyman. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, telefonni olib kel. Telefon mana telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Adib Brozersning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'ling deyman. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti.